Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Juda ham ko'pchilik yaxshi ko'rib ichadigan ziravor bor. Lekin shu yerda juda ko'pchilik xato qilib qo'yarkan shu ziravorni olib ichishlikda. Chunki u bir-biriga juda ham o'xshaydi. Hattoki sotuvchilar ham buni farqiga borishmas ekan. Shu yerda adashib qolmasliklaring uchun men sizlarga bitta ma'lumot berib qo'yay dedim. Bu qaysi ziravor desalaring, yaxshi ko'rib ichadigan koritsa bo'ladi. Ko'pchilik mana uni ham koritsa deb o'ylashar ekan. Asli koritsa mana bu bo'ladi. Bu kasiya deyiladi. Mana bu koritsa bu Bangladeshda o'sadi, Hindistonda eng asl vatani sifatlilari o'sha Bangladeshda bo'ladi. Ammo kasiya bo'lsa Xitoyda, Vyetnamda, Indoneziyada o'sadi. Buni bitta zarar tomoni bor. Agar buni miqdorini ko'paytirib yuborsangiz, bu o'zida kumarin degan moddani saqlaydi. Hamma o'simlikda bo'ladi, lekin mana unda juda kuchli bo'ladi. Kumarin moddasi ko'p bo'lganligi uchun jigarda va boshqa a'zolarni zararlab qo'yishligi mumkin. O'shaning uchun olib ichib turganda adashib qolmanglar. Mana shu turini olib ichsalaring, xudo xolasa maqsadga muvofiq bo'ladi. Bu turini ozgina miqdorda doimiy ichib borsa bo'laveradi. Juda ham foydasi ko'p. Xudo xohlasa, keyingi videoyimda aynan mana shundan bitta yaxshi damlama, yana bitta ikkita qo'shimchalar bo'ladi. O'shalarda qancha miqdorda qo'shiladi, qancha vaqt qaynatiladi va qancha ichiladi. Ovqatdan oldin, ovqatdan keyin o'zimda sinab ko'rib, xudo xolasa, yaxshi natija ko'rsam, albatta sizlarga ham ilinib qo'yaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Agar video yoqqan bo'lsa, bitta like, bitta chiroyli kommentariy. Yaxshi kunda ko'rishaylik.